Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Imtihon kiryaptilar. Powerni chapga yoqib o'chiradilar. Startdan o'tgandan keyingi mashqimiz piyodalar yo'lagida to'xtab harakatlanish. Tartibga solinmagan piyodalarga 1 metrcha to'xtadilar. 5 sekunddan keyin estakadaga chiqadilar. Estakada mashqimiz tik balandlik 12%lik. To'xtab harakatlanish imtiyoz belgi bor. Majburiy bo'lgan qo'yamiz. Stop belgida 1 metr oraliqda to'xtash kerak. 1 metr ichida yaxshi to'xtadilar. 30 sekund oralig'ida chiqib ketish kerak. Bu yerda nima ish qilamiz? Seplindan sekin ko'taramiz. Mashinani vibratsiya holatiga kelgandan keyin o'sha sepliniyani mahkam ushlab turib, vibratsiya keldi, tormoz sekin qo'yib yuboradi. Mashinani tortmasa gaz bosamiz. Mana zo'r chiqadi. 30 sekund ichida bemalol chiqib ketadi. Estakada muvaffaqiyatli bajarildi. Bu mashinamiz ham xuddi shu tartibda 1 metrdan uzoq to'xtab turib, -5 balga jarimaga sabab bo'ldi. Keyin vibratsiya bo'lgandan keyin tormozni qo'yib yuboradi. Sekin uni tortib ketadi. Mana test o'qishimizda imtihonni bemalol chiqdi.